Instagram profilimiz rasmini o'zgartirishni o'rganamiz. Buning uchun profilimizga o'tamiz va redakировать profilni bosamiz. Bu yerdan izmenit fotoni bosamiz. Endi galeriyadan rasm tanlaymiz. Xohlagan rasmimizni qo'ysak bo'ladi. O'zimizga moslab, to'g'rilab tanlasak bo'ladi. Misol uchun mana shu rasmni tanladim va gotovani bosaman. Ozroq kutamiz, rasm o'zgaradi. Загрузка bo'lyapti. Rasmimiz o'zgardi. Orqaga qaytamiz. Mana. Rasmimiz o'zgardi, profil rasmi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Siz ham sinab ko'ring. Agar savollaringiz bo'lsa, boshqa mavzular qiziq bo'lsa, YouTube izohlar bo'limiga yozib ketishingiz mumkin. Har bitta kommentni o'qib chiqaman va javob berishga harakat qilaman. Do'stlar, videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ying, tanishlarga ulashib qo'ying. Kanalimizga esa obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha